O'zingga rahm qil. Rasulullohning go'zal bir hadislari bor. Musulmonga o'zini xor qilish halol emas. Sahobalar so'radilar: "Ey Allohning rasuli, kishi o'zini qanday xor qiladi?" U zot aytdilar: "O'zi toqat qila olmaydigan baloni yukni o'z zimmasiga olishi bilan. O'zingga biroz yengilroq bo'l. Shoshilma, shunda yetib borasan." Ba'zida hayot qiyinchiliklari ezib qo'yganida hatto dahriy Xudoga ishonmaydigan odam ham osmonga qaraydi. Sen Karim zot bilan muomala qilayotganingni unutma. Alloh Karimdir. Alloh seni xato va kamchiliklaringda poylab turadigan va kechirmaydigan inson emas. Seni u yaratdi va u sening zaifligingni ham, ehtiyojlaringni ham biladi. Chunki bu insonning Alloh subhanahu va taoloning nazdida qadri bor. Nima uchun qadri bor? Chunki Alloh osmonlar va yerni faqat uning uchun yaratdi. Doimo uning rahmati ostonasiga yuzlan va o'z nuqsonlaring bilan uning huzurida tavozeda bo'l. Unga ayt: "Men notavonman. Sening huzuringga ojiz holda keldim. Menga rahmating kerak. O'zimda hech narsa yo'q."